Hammaga assalomu alaykum. Bugun Melbet dasturidan ro'yxatdan o'tib, balansimizni to'ldirib ko'ramiz. Ro'yxatdan o'tish. Bu yerdan 4 ta bosqichdan o'tsak bo'ladi. Telefon raqami orqali, email orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Bizlar bir boshidan o'tishni boshlaymiz. Promokod degan joyiga F777 yozamiz. Bu yerdan ko'rsak bo'ladi, men kazino va games o'yinlariga 21.500.000 bonus beradi. Keyin 290 ta bepul spin beradi promokodimiz. Ro'yxatdan o'tish. Mana bizlarga akkaunt ochildi. Buni bitta screenshot qilamiz. Tepadan настройка bo'limiga o'tamiz. Keyin yana bosamiz. Bu yerdan ma'lumotlarni to'ldirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Misol keyin to'ldirib chiqaman. Viloyat, tug'ilgan sana, ota-onangiz ismi, familiyasi, u shart emas. Faqat ism, familiyamizni, tug'ilgan sanamizni kirgizamiz. Viloyat qayerda turishimizni kirgizamiz. Bu yoqdan keyin email ulasak bo'ladi, parolni o'zgartirsak bo'ladi. Keyin telefon raqamini olib qo'ysak bo'ladi. Telefon raqami nima uchun kerak? Erta akkauntingizdan chiqib ketsangiz, balansingiz to'ldirgan payt misol chiqib ketishingiz mumkin. Yoki bironta bir yosh bolaning qo'liga telefoningiz tushib chiqib ketsa, telefon orqali kirib olsangiz bo'ladi, telefon raqamingiz orqali. Email ham xuddi shunday. Keyingi videoda men balansimni to'ldirib videoga olaman. Pulni chiqarib, pulni yechish, humo o'zgartirishlarga hammasini qilamiz. Hozir plastikimda pul yo'q ekan. Ikkinchi telefondan qaradim. Obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'ying. Ikkinchi videoda hammasi bo'ladi.